Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarim, qadrli otaxon onaxonlar. Men sizning huquqlaringiz himoyachisi, advokat sifatida bugun siz bilan pensiya olish jarayonida duch kelayotgan eng so'nggi va eng xavfli muammo, naqd pul yechishda kiritilayotgan dahshatli komissiya haqida gaplashamiz va bu vaziyatdan qanday chiqish yo'llarini topamiz. Hayotini el-yurt farovonligi uchun bagishlagan, har bir so'm pulini ter tokib topgan. Bugun nafaqat nafaqaxo'r, balki millatimizning faxri bo'lgan aziz bobo va momolarimiz. Sizning shaxsiy pullaringizga kimdir ko'z olaytirmoqda. Bankomatlar endi qonunan o'girlay boshladimi? Bu shunchaki mish-mish emas, bu haqiqatga aylanishi mumkin bo'lgan dahshatli reallik. Menga hozirda sizning har bir nafas olishingiz, har bir yutgan yoshingiz va har bir so'm uchun qilgan mehnatingiz ko'z o'ngimda gavdalanmoqda. Bugun xuddi shunday og'riqli bir mavzu haqida gaplashamiz. Azizlarim, sizlar bu vatan uchun umringizni, kuchingizni, yoshligingizni berdingiz. Kolxozlarda, zavodlarda, qurilish maydonlarida tunu kun mehnat qildingiz. Har bir gishtda, har bir galla donasida sizning mehnatingiz bor. Sizning yoshligingiz, matonatingiz, sabringiz bu yurtning poydevori bo'ldi. Siz qishning qahraton sovuqlarida ham, yozning jazirama issiqlarida ham dalalarda, bo'klarda mehnat qildingiz. O'sha paytda hech kim sizdan qancha komissiya to'laysiz deb so'ramagan. Siz davlat uchun, xalq uchun, o'zingizning farzandlaringiz kelajagi uchun yashagansiz. Sizning qo'llaringizning qadoqlari, peshonangizdagi ajinlar, bu sizning qahramonligingizning guvohi. Bugun esa shu qo'l mehnati bilan topgan pensiyangizni yechib olish uchun sizdan komissiya talab qilishayapti. Bu adolatdanmi? Esingizdami, qanday qilib o'sha og'ir yillarda bir burda nonni oilangiz bilan bo'lishib, qiyinchiliklarga qaramay ertangi kunga umid bilan yashaganingiz? Siz o'sha paytda ham davlat uchun ishlagansiz. Bugun ham davlat sizni himoya qilishi kerak emasmi? Qani o'sha qadr-qimmat, o'sha hurmat? Menga ayting, sizning eng katta orzungiz nima edi o'sha paytda? Qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz pensiya yoshingizdan oldin? Izohlarda o'sha og'ir yillar haqida yozing. Eslang, qanday mehnat qilib bugungi kunga yetib keldingiz. Biz buni bilishimiz kerak. Sizning hikoyalaringiz bizga saboq, kelajak avlodga meros. Biz bu hikoyalarni unutmasligimiz kerak, unutilishga haqqimiz yo'q. Mana, ko'ryapsizlarmi, davlat bizga qanday munosabatda bo'lmoqda? Bir tomondan yoshlarga, zamonaviy texnologiyalarga, raqamli iqtisodiyotga chaqiriqlar, ikkinchi tomondan esa o'zining faxriy fuqarolariga nisbatan adolatsiz siyosat. Pensiyani naqd pulda olishga harakat qilgan har bir inson endi katta miqdorda komissiya to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Mishmishlarga ko'ra, banklar assotsiatsiyasi kelasi haftadan boshlab 1 million so'mdan ortiq har qanday summani naqdlashtirish uchun komissiya foizini 5% gacha oshirmoqchi. 5%. Bu degani, agar siz 2 million so'm pensiya olsangiz, 100 ming so'mingiz shunchaki havoga uchadi. Bu shunchaki komissiya emas, bu sizning mehnatingizni, umringizni hurmat qilmaslikdir. Bu kabi nohaqliklarga qarshi birgalikda kurashish, qonunlardagi o'zgarishlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish, huquqlaringizni himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Har bir obuna, har bir like bizning ovozimizni yanada baland qiladi, bizga kuch beradi. Esingizda bo'lsin, birgalikda biz kuchimiz. Keling, avvalroq qanday bo'lganini eslaylik. Ancha yillar oldin pensiyani pensiya jamg'armasidan olish juda oson edi. Ko'pchilik uchun bu jarayon qandaydir ortiqcha byurokratik to'siqlarsiz amalga oshirilardi. Odamlar mahalla fuqarolar eginlari orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasi bo'limlaridan oz pullarni hech qanday komissiyasiz, hech qanday muammosiz naqd qilib olishardi. O'sha paytda har bir nafaqaxo'rning qadr-qimmati, hurmati bor edi. Pensiyani olgan otaxon o'zining kichkina nabirasiga bir bo'kcha sabzavot yoki 1 kilo kartoshka olib berish uchun bozordan naqd pul bilan xarid qilardi. Bankomatlar soni kam bo'lsa-da, pensiyani naqd qilib olish hech kim uchun muammo tug'dirmasdi. Hatto uzoq qishloqlarda yashovchi chol-kampirlar ham oz pullarni o'sha paytdagi tizim orqali hech bir ortiqcha xarajatlarsiz qo'liga olishardi. Chunki davlat ularning ehtiyojlarini, ularning yoshini hisobga olardi. Bugungi vaziyat esa butunlay boshqacha. Hukumat bizni faqatgina kartochkalar orqali to'lov qilishga majburlamoqchi, go'yoki bu raqamli rivojlanish emish. Lekin ular oddiy insonlarning, ayniqsa keksa yoshdagilarning hayotini, kundalik ehtiyojlarini tushunishmayapti.
Qanday qilib bir puchuk ko'katni, 1 kilo pomidorni bozordan kartochka bilan olasiz? Axir bozorda ko'pchilik savdogarlarda terminal yo'q-ku. Ular faqat naqd pul bilan savdo qilishadi. Va bu vaziyat faqat Toshkentda emas, balki respublikaning chekka hududlarida, har bir qishloqda, har bir mahallada xuddi shunday. Mana misol uchun, Sirdaryo viloyatining bir chekka qishlogida yashovchi 80 yoshli Munavvar buvi. Uning yagona daromadi pensiyasi. Munavvar buvi har oy pensiya olganda, o'zining yagona suyanchigi, o'sha mahallada yashovchi qo'shnisining nevarasi orqali bankomatdan pullarni naqd qilib olardi. Chunki o'zi bankomatga borishga qiynaladi, ko'zlari yaxshi ko'rmaydi, oyoqlari o'griydi. Endi tasavvur qiling, u o'zining 1.200.000 so'm pensiyasini yechib olmoqchi bo'lsa, 20.000 so'm komissiya to'lashga majbur bo'ladi. Bu Munavvar buvining bir haftalik non puli degani-ku. Bu adolatdanmi? Bu nafaqaxo'rlarimizga nisbatan hurmatsizlik emasmi? Bu yangi tizim kimlarga ta'sir qiladi? Birinchidan, albatta bank kartalaridan foydalanishga ko'nikmagan keksa yoshdagi, raqamli texnologiyalardan uzoq insonlar. Ular orasida eng ko'p azob chekadiganlar qishloq joylarda yashovchi, bankomatlar uzoq joylashgan yoki umuman mavjud bo'lmagan hududlardagi keksalarimizdir. Ularga pul yechish uchun shahar markaziga borishning o'zi katta mashaqqat. Ikkinchidan, sog'ligi yomon bo'lgan, har oy tibbiy xarajatlari bor nafaqaxo'rlar. Ular ko'pincha dori-darmonlarni faqat naqd pulga sotib olishlari mumkin bo'lgan kichik dorixonalardan olishadi. 5% komissiya ularning shundoq ham qiyin bo'lgan moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtiradi. Uchinchidan, qarindoshlariga, nabiralariga yordam berishni xohlaydigan, har bir so'mni qadrlaydigan insonlar. Ular to'plagan har bir so'm endi komissiya uchun ketishi ularni juda xafa qiladi. Afsuski, pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli organlar bu muammoga ko'z yumayotganga o'xshaydi. Ular raqamli O'zbekiston g'oyasini ilgari surish bilan band, ammo bu g'oyaning insonlarga qanday ta'sir qilishini o'ylamayaptilar. Ular shuni unutmasliklari kerakki, bizning faxriy fuqarolarimiz mamlakatimizning haqiqiy oltin fondi. Ular bizga o'z hayotlarini bag'ishladilar. Ularning xotirjam qiyofasini, tinch hayotini ta'minlash bizning burchimiz. Hukumat har qanday qaror qabul qilishdan oldin, odamlar, ayniqsa keksa avlod hayotiga qanday ta'sir qilishini jiddiy o'ylash shart. Bugungi kunda kimlarga pensiya oshishi kerakligi haqida ham ko'p gapirishadi. Ko'pincha pensiya jamg'armasi pensiyalarni muntazam ravishda oshirib bormoqda degan gaplarni eshitamiz. Lekin bu osishlar qandaydir garoyib tarzda yangi kiritilayotgan komissiyalar narx-navo oshishi fonida deyarli sezilmay qolmoqda. Misol uchun, 300.000 so'mga oshirilgan pensiya, agar siz har oy 100.000 so'm komissiya to'lasangiz, qanday mazmunga ega bo'ladi? Yoki 1 million so'm pensiya oladigan, uning yarmini dori-darmonga, yarmini oziq-ovqatga sarflaydigan inson uchun 5% komissiya shundoq ham yetishmayotgan daromadidan yuzlab ming so'mlarni olib qo'yishi bu og'ir ahvolni yanada og'irlashtiradi. Bu shunchaki raqamlarni chiroyli qilib ko'rsatishga urinish, lekin aslida odamlarning hayoti yaxshilanmayapti. Mana eslab ko'ring, Guliston shahridan 75 yoshli opamiz Dilfuza ayaning hikoyasini. U umr bo'yi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, minglab shogirdlarga ilm bergan. Bugun esa uning yagona orzusi nabirasining to'yiga ozroq pul yigish. Har oy pensiyasidan 1.500.000 so'm oladi. Endi esa bu pulni yechib olish uchun 5%, ya'ni 75.000 so'm komissiya to'lash kerak. Bu uning 5 kilogramm shakar puli degani-ku. Yoki Jizzaxning Do'stlik tumanidagi fermer xo'jaligida 40 yil ishlagan 82 yoshli Otabek bobo. Uning pensiyasi 1.700.000 so'm. Otabek boboning mahallasi shahar markazidan ancha uzoq, bankomatlar ham kam. U naqd pulga ehtiyoj sezadi, chunki yashaydigan joyida do'konlar asosan naqd pul oladi. Endi u har oy 85.000 so'm pulini shunchaki komissiyaga berish kerak. Bu uning bir oylik kommunal to'lovining yarmi degani. Bu qanday adolat? Bu qanday g'amxo'rlik? O'zbekiston o'z keksalarini ardoqlaydigan, hurmat qiladigan xalq ekanligini unutmasligimiz kerak. Bu xalqning mentaliteti shundayki, biz keksalarni boshimizga ko'tarib, ularga har tomonlama yordam berishimiz kerak. Lekin davlat idoralarining ba'zi xodimlari bu qadriyatlarni unutib qo'ygandek. Sizning mahallangizda qanday ahvol? Bankomatlarda qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi? Pensiyangizni olganda aynan qaysi summalarni naqd qilasiz va bu sizning budjetingizga qanday ta'sir qiladi?
balki sizda ushbu vaziyatdan chiqish bo'yicha qandaydir o'zingizning usullaringiz bordir. Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Sizning ovozingiz juda muhim. Har bir hikoya, har bir izoh bizga bu muammoga yechim topishda yordam beradi. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchidan, xotirjamlikni saqlash kerak, vahimaga tushmang. Biz birgalikda bu muammoga qarshi kurashamiz. Ikkinchidan, o'z huquqlaringizni yaxshi biling. Pensiya jamg'armasi sizning pensiyangizni to'liq miqdorda, hech qanday ortiqcha to'lovlarsiz olishingizni ta'minlashga majbur. Agar bankomatdan yechishda komissiya talab qilinayotgan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga yoki bankning o'ziga murojaat qiling. Ulardan yozma tushuntirish talab qiling. Har bir holatni hujjatlashtiring, ya'ni cheklar, bank xabarnomalari kabi barcha dalillarni saqlab qo'ying. Uchinchidan, iloji boricha zarur bo'lganida pulingizni 1 million so'mdan kamroq qismlarga bo'lib yechib olishga harakat qiling. Bu to'liq yechim emas, chunki bu ortiqcha vaqt va harakat talab qiladi. Bankomatlar soni cheklangan joylarda bu yanada qiyinlashadi, lekin hozircha bu sizning mablagingizni tejashning bir usuli bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, o'z mahallangizda qo'shnilaringiz bilan birlashing. Mahalla qo'mitalari orqali mas'ul tashkilotlarga jamoaviy murojaatlar qiling. Bir kishining ovozi eshitilmasligi mumkin, ammo yuzlab odamlarning jamoaviy shikoyati e'tibordan chetda qolmaydi. Beshinchidan, raqamli to'lovlarga imkon qadar moslashishga harakat qiling, ammo bu sizning naqd pulga bo'lgan ehtiyojingizni inkor etmasligi kerak. Ba'zi do'konlarda kommunal to'lovlarni to'lashda kartadan foydalanish mumkin bo'lsa, foydalaning. Ammo bozor kabi joylarda naqd pulsiz iloj yo'qligini ham unutmaslik kerak. Oltinchidan, agar ushbu komissiya haqidagi mishmishlar haqiqatga aylansa, bu O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuni va boshqa normativ hujjatlarga zid bo'lishi mumkin. Hech kim sizning qonuniy pensiyangizdan hech qanday asoslarsiz pul yechib olishga haqli emas. Biz bu masalani yuridik jihatdan chuqur o'rganamiz va zarur bo'lsa, sud orqali ham o'z huquqlarimizni himoya qilishga tayyor turamiz. Shu sababli kanalimizga obuna bo'lib, biz bilan birga bo'ling, barcha yangiliklardan boxabar bo'lib turing. Biz bu zulmga qarshi birgalikda kurashamiz, sizni yolg'iz qoldirmaymiz. Hurmatli otaxon va onaxonlar, aziz vatandoshlarim. Biz shu darajaga yetdikmi, azizlar, ki butun umr mehnat qilib, davlatga jon kuydirgan insonlar endi o'z pulini olish uchun xuddiki tilanchi kabi komissiya to'lashga majbur bo'lsa. Bu adolatdanmi? Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Bu zulmga qarshi birgalikda kurashishga tayyormisiz? Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman. Sizning ovozingiz bu kurashda juda muhim.